Hayotda muvaffaqiyatli bo'lish uchun sen yirtqich bo'lishing kerak. Jamiyat esa senga zararsiz va mehribon bo'lishing kerakligini aytadi. Raqobat instiktlaringni jilovlashing, g'alaba qozonishga intilmasliging, tajovuzkor bo'lmasliging, haddan tashqari dadil bo'lmasliging, kamtar bo'lishing va orqada qolishing kerakligini uqtiradi. Lekin bu noto'g'ri. Sen yirtqich bo'lishing, mutlaq yirtqich bo'lishing kerak. Lekin shu bilan birga o'zingdagi yirtqichni boshqarishni o'rganishing kerak. Men hayotda ko'p mehribon va muvaffaqiyatli odamlarni uchratganman va ularning barchasi juda xavfli edilar. Ularning yo'lidan chiqib ketish yaxshiroq. Zararsiz odam yaxshi odam bo'la olmaydi. Chinakam yaxshi odam xavfli bo'la oladigan, lekin o'zini ongli ravishda nazorat qila biladigan kishidir. Ayollar esa zararsiz erkaklarni yoqtirmaydi. Ular bundaylarni mensimaydi va ustilaridan kulishadi. Ayollar xavfli ammo madaniyatli erkaklarni xohlashadi. Ularni tarbiyalashni istaydi, xuddi sohibjamol va maxluq ertagi kabi. Agar sen zararsiz bo'lsang, lekin xavfli bo'lmasang, unda shunchaki zararsiz bo'lasan. Yaxshi emas, sen xuddi quyon kabisan. Quyon hech qachon haqiqiy mehribon bo'la olmaydi. U faqat yelib ketishi mumkin xolos. Bunda hech qanday yaxshi jihat yo'q. Agar sen yirtqich bo'lsang, lekin o'zingni yirtqich kabi tutmasang, ana o'shanda sen haqiqatdan ham mehribon odamsan. Ammo sen baribir yirtqich bo'lib qolasan va buni doimo yodda tutishing kerak. Yaxshi misol Garri Potter. U mehribon, ta'sirchan, lekin shu bilan birga juda xavfli. Uning ichida nimadir yovuzlik bor. U ilonlar bilan gaplasha oladi. Doim qoidalarni buzadi va sehrlari bilan zarar yetkazishi mumkin. Ammo u qoidalarni buzish uchun jiddiy sabablarga ega. Agar u qoidalar bo'yicha yashaganida, doim itoatkor va zararsiz bo'lganida, u o'zining buyuk maqsadlariga erisha olmas edi. Umuman olganda, yirtqich tushunchasi juda keng tarqalgan mifologik obrazdir. Barcha qahramonlar va muvaffaqiyatli odamlar ma'lum darajada shunday bo'lishadi. Qahramon yirtqich, lekin boshqariladigan bo'lishi kerak. O'rgimchak odam ham mehribon, lekin xavfli. Bu psixologik jihatdan to'g'ri. Agar sen xavfli odam kabi fikr yurita olmasang, u holda na ularning oldida, na tizim oldida o'zingni himoya qila olasan. Aynan shuning uchun xavfli va kuchli xarakterga ega odamlar muvaffaqiyatga erishadi. Men buni maktabdanoq kuzatganman. Men qoyil qolgan ko'plab tengdoshlarimni maktabdan haydab chiqarishgan. Ular qoidalarga bo'ysunishdan charchagan kuchliroq yigitlar edi. Ularning fe'l-atvori tizim qoidalariga sig'masdi. Ular maktabni tashlab bozorlarda ishlashardi yoki biznes qilishga harakat qilishardi. Ba'zilar zararsiz bo'lish xavfsiz deb o'ylashadi. Lekin paradoks shundaki, haqiqiy xavfsizlik xavfli bo'lishda. Sen zaiflik va zararsizlik bilan o'zingni himoya qila olmaysan. Aks holda hayoting davomida boshqalar seni boshqarib buyruq berishadi. Bunday hayot odam uchun emas. Sen xavflar va noma'lumliklarga qarshi turishing kerak. Shunda xavfsiz bo'la olasan. Ushbu paradoks shundan iboratki, insonning barcha muammolar va azoblarining yechimi ularga to'g'ridan-to'g'ri duch kelishida, ulardan qochishda emas, lekin buni kim tushunib yetadi? Bu juda paradoksal. Shuning uchun ko'pchilik bu haqiqatni ko'rmaydi. Shuning uchun muvaffaqiyatlilar yanada muvaffaqiyatli, kuchlilar esa yanada kuchliroq bo'lib boradi. Bunday odamlar doimo xavflar va noma'lumliklarga qarshi turishga tayyor bo'lishadi. Shu tariqa inson o'sadi. Ayniqsa uni himoya qiladigan yoki yordam beradigan hech kim bo'lmasa, bu yanada samarali bo'ladi. Inson muammosi bilan yakkama-yakka qolganida qochib qutulishning imkoni yo'qligini tushunadi va uni hal qilish uchun shu muammoga sho'ng'iydi. Bu albatta og'riqli va yoqimsiz, lekin bu dunyoda kuchli va haqiqatdan ham himoyalangan bo'lishing yagona yo'lidir. Ko'pgina holatlarda sen xafagarchilik, g'azab, achchiqlikni his qilasan, chunki sen istagan narsani ola olmaysan. Seni xafa qilishadi, sen bilan hisoblashmaydi. Agar sen ushbu his-tuyg'ularni kuzatsang, ular ichingda juda qo'rqinchli va zulmatli fikrlarni keltirib chiqarayotganini ko'rasan. Bu seni dahshatga solishi mumkin. Balki bunday fikrlarga ega ekanligingni o'zingga tan olishni ham istamasliging mumkin. Lekin haqiqat shundaki, agar bu tajovuzkor hislar, impulslar va xayollar xarakteringga singdiriladigan bo'lsa, sen o'zingni yangidan kashf qilasan, o'zingni kuchli va xavfli qila oladigan qismingni. Bu albatta foydalidir, chunki agar sen xavfli bo'la olsang, ko'pincha bunga ehtiyoj ham qolmaydi. Aslida esa yovuzlikni ko'proq zaif odamlar qiladi. Masalan, aynan zaif erkaklar zo'ravon bo'lishadi. Bu juda keng tarqalgan hodisa. Zo'ravonlik kuchda emas, zaiflikdan kelib chiqadi. Shunday ekan, o'z g'azabingga halol bo'l. O'zingni kuzat va qanday inson ekanligingni angla. Muammolarni hal qil, ulardan qochma va hayotning uchun to'liq javobgarlikni o'z zimmangga ol.